الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, alkışlar ve maktaşlar alemlerinin Rabbi yaratkucusu Allah'a olsun. Ve bütün salat ve selamlar, kollaş ve destekleşlerinin hemmisi Rəhbərimiz Muhammed Aleyhisselam'a, sahabelerine ve onun yolundan bağlan yoldaşlarına olsun. Esselamu Aleyküm Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar. Bugün Ramazan ayımızın 2. günü. Bu Ramazan'a bizni muvaffaq qılğan, bu Ramazanda mı yaşaşqı nisib qılğan Rabbimiz Allah'a hamd sanalar olsun. Qarindaşlar, bugünkü söhbetimiz Sure Bakara 153. ayetten buludu. Bu ayetne tanlashimdagi sebep qarindaşlar, bu biz Uyghur cemiyetide, Uyghur an'anasida beşimizga musibet kelgan chog'da o'qiydigan bir ayet. Bir inson o'lib ketgan chog'da, bir musibet kelgan vaqtida, ziyoratga kelgan chog'da o'qiydigan ayet. Bu ayetni musibet kelganda nima uchun o'qiymiz? Shuni tushunish uchun bir, ikkinchisi, biz Sharqiy Turkiston xalqi beshimizga musibet kelgan bir xalq. Eng og'ir musibetlarning eng og'ir kelgan bir xalq. Hozir biz yashayotgan dunyoda Sharqiy Turkiston xalqining beshiga kelgan bu musibetdan og'ir bir musibet yo'q dunyoda. Har qanday ojiz millat bilan o'zimizni selishtirib boqayli. Her qanday zulüm astidagi millat bilan o'zimizni selishtirib boqayli. Her qanday irqiy qirg'inchilik astida yashayotgan millatlar bilan, insonlar bilan o'zimizni selishtirib boqayli. Bizdan ojiz va bizdan tuyan o'rinda turadigan, musibati bizdan og'ir bo'lgan boshqa bir millat yo'q. Bu oyatni o'qish orqali qarindoshlar, shunday beshiga musibat kelgan millatlarga Rabbimiz nima deydi? Shu haqda to'xtalmoqchi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. İnnallaha ma'as-sabirin. Rabbimiz bu oyatda shunday deydi. Ey iman etgan kishilar, iman etganligini da'vo qilayotgan kishilar, biz musulmon, biz mu'min da'vatgan kishilar, ista'inu, yordam tilanglar, sabr va salat bilan yordam talab qilinglar. Chunki Alloh sabr qiluvchilar bilan birga. Sadaqallohul azim. Oyatning mazmuni bu. Va Alloh bizga yordam talab qilinglar degan vaqtda ikki narsani deb bergan. Birinchisi sabr, yana birisi salat. Mush ikki narsani qilgan vaqtingda sizlardek mushunday musibat ostida, irqiy qirg'inchilik ostida yashayotgan millatlarga sizlarni yulab qo'piradigan mush ikki narsa bor. Sizlardek ojiz, sizlardek yiqilgan millatga bu ikki narsadan boshqa narsa yordam qilib bo'lmaydi deb bizning amaliyatimizni so'zlab turibdi. Bizning da'vatimizga beşimizga mendaq kun keldi, u oldu, bu oldu, bizga yordam qilinglar da'vatimiz. O'zimizning qon qarindoshlarimiz bo'lgan Türk dunyosidan ovoz chiqmayotdi. Bizning qo'limizni tutadigan insonlar chiqmayotdi. Biror davlat chiqmayotdi. O'zimizning din qarindoshlarimiz bo'lgan, diniy qarindoshlarimiz bo'lgan musulmon millatlardan, mu'min millatlardan, musulmon davlatlardan bizning qo'limizni tutadigan bir inson chiqmayotdi. Shuning uchun Alloh bizning o'xshash shunday bashar musibat kelganligiga ikki narsadan madad tilanglar bandlar, ikki narsadan. Birisi sabr. Sabr degan chidamchanlik. Nimaga chidamchanlik? Biz asli bu
sabrni tushuntirish uchun qarindoshlar, sabr degan faqatlam beshiga kun kelganda chidab o'tiravering degan ma'noni bildirmaydi. Bu sabr islom dinida yo'g'on bir ibodat. Jannatga Allah'ın rızasından kirdiğanlarını Allah sabr kılgıçlar kirdi dedi. Ve la yulaqaha illellezine sabaru ve la yulaqaha illa zu hazzin azim. Bu cennetni faqatlam sabr kılganlar bek nesibisi bek yoğun bo'lganlar. Büyük nesibi sahipleri cennetga kirdi deb sabrni shunday tushundirdi. Endi sabrni tushunish uchun qarindoshlar, biz bu dunyodagi olgan rolimizga qarab baqsak bo'ladi. Biz inson avlodi, Adem alayhissalomning bolalari bu dunyoga kurash uchun keldik. Kim bilan kurash qilamiz? Birinchi nafsimiz bilan kurash qilamiz, shayton bilan kurash qilamiz. Anandan keyin bizga dushmanlik qiladigan dushmanlarimiz bilan kurash qilamiz. Bizning nafsimiz ichki dushman hisoblanadi. Bizga kurash qilamiz desak va bu taskan, eg'irkan, unda qilmasam bo'ldi, keyin qilsam bo'ladi deb bizni ichki jihatdan yiqitadigan ichki dushman nafsimiz. Tashqi dushman shayton. Shaytonmi nafs qo'shishlam dushman degan unda yo'g'on, unda kuchli hozir qilolmaysiz, keyin qilib olasiz, hozir menda deb tursang bo'ldi deb shaytonmi bir tarafdan bizni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Bu ichki va tashqi dushman bizni to'sab ojizlatgan vaqtida Xitoy tajovuzchilaridek bizning amaliy va dunyodagi inson avlodidan chiqqan dushmanlarimiz uni tajovuz qiladi, hujum qiladi. Alloh taolo shuni bilgachga, bu kurash maydoni bo'lg'achqa Alloh taolo bizga sabr qilinglar deydi. Sabr degan nima? Chidamchanlik ko'rsatinglar. Sizlar Allohni rozi qilaman deb mush haq yo'lda ketib etib, beshinglig'a mayli Xitoy tarafdan musibat kelsin, mayli boshqa har qanday dushman tarafdan musibat kelsin, bunga chidaysizlar. Chunki bu dunyo kurash maydoni bo'lgandan keyin chidamasanglar, chidamchanlik ko'rsatmasanglar, ma dunyodagi kurashdan mag'lub bo'lib ketasizlar. Shuning uchun kurashdan, urushdan g'olib chiqish uchun nima qilish lozim? Chidash lozim. Urush sharoitlariga chidash lozim. Urush mezgilida kelgan eg'irchiliklarga, musibatlarga, ko'ngilsizliklarga chidash lozim deb Alloh bizningki ichki kuchimiz bo'lgan sabrni tavsiya qilyapti. Bu sabr insonning ichki kuchi. Biz nafsimizni ichki dushman degan tuqqo, ichki dushmanga taqobil turish uchun va tashqi dushman shaytonga taqobil turish uchun ichki quvvatimiz, ichki kuchimiz bo'lgan sabrni ishlatmasak bo'lmaydi. Sabr degan kurash maydoniga chiqmay turib, Xitoy bilan qarshilashadigan maydonga chiqmay turib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashmay turib, hech ish qilmay turib, Xitoy avada bizningki tuqqanlarimizni bir qanday qilsa, men mazlum bo'lib qoldim. Xitoy uni qilyapti, buni qilyapti deb shikoyat qilib, o'tirib hech ish qilmay, u chidaganni uni sabr deyilmaydi. Uning atini qo'rqinchoqlik deyiladi. Texmi aniqroq qilgan vaqtda taslimchilik deyiladi. İnqilobga qatnashmay turib, kurashga qatnashmay turib, men chidadim, sabr qildim desa, sabr hisoblanmaydi. Sabr qanday vaqt hisoblanadi? İnqilob maydoniga tushsiz, kurash maydoniga tushsiz, jihad maydoniga tushsiz. Anandan keyin bu yo'lda beshingizga kelgan musibatlarga chidaysiz. Ota-onamizning beshiga keladi. Ha, bo'pti, alhamdulillah. Men to'g'ri yo'lda bo'lgandan keyin ota-onam beshiga musibat kelgan bo'lsa, bu kichikinam dunyo, bu tugab ketadi, bu o'tib ketadi. Endi ota-onamizni deb bu to'g'ri yo'ldan qaytsak bo'lmaydi deb sabr qilamiz. Balchaqalarimizning beshiga kelgan bo'lsa, ha, bo'pti, balchaqalarimizning beshiga kelgan bo'lsa, Alloh ba, men ularni deb bu to'g'ri yo'ldan qaytsam bo'lmaydi deb sabr qilamiz. Hatto jinimizga kelgan vaqtidami agar jinimizni bermasak, Allohni norozi qiladigan ish bo'lib qolsa,
g'alaba qilolmaydigan bo'lib qolib qolsak, jinimizni beramiz sabr qilib. Sabr degan jonga taqashqicha. Oxirgi oyatlarda chiqadi zaten. Bu yo'lning jonga keladigan musibatlarni ichiga oladiganligi keyingi oyatga chiqadi. Sabr degan shunday narsa qarindoshlar. Shunga inqilobning ichida bo'lib turib, bu mezgilda kelgan musibatga chidaganning ismi sabr. İnqilobning sirtida turib, dushmandan kelgan narsaga hech ish qilolmay chorasiz qarab turish, buning ismi taslimchilik. Shunga inson sifatida inqilobga qatnashimiz, Sharqiy Turkistonning mustaqillik harakatiga, mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatnashimiz, bu yo'lda kelgan musibatlarga chidasak, sabr bo'ladi. Allohning mush sabr bilan yordam talab qilinglar. O'zingizga yordamni ichki kuchingiz sabr orqali oling deydi. Yana birisi va salat. Salat bilan. Salatni ko'pincha vaqtda biz namoz deb tarjima qilamiz. Mishadimi bizning mufassirlarimiz namoz deb tarjima qilingan. Endi buni namoz deb tarjima qilsak, bu yerda bizning hozirgi bu klassik namoz ingimiz bo'yicha aytgan vaqtda namozning butun mazmuni chiqmaydi bu yerda. Yoz vaqtida ota-onamiz buyurdi-ku kichik vaqtimizda balam sabra qo'mirab sabzi qo'mirab chiqinglar. Sabzi ekilinglar taladin bog'chadan Polayit biray desa jugurib chiqib, sabzini bilan birlam tassaq, sabzining beshayini yarim tegida qilib, ko'kini olib-ku, ko'k qo'limizga tushadi. U ko'k bilan polayit qilolmaydi. Shunga o'xshagan namoz desaklam, shu namozning ko'ringan tash qismi hozir aqlimizga keladi. Namoz o'z ichiga olgan mazmun hozirgi dunyo musulmonlarining engidan ko'tarilib ketganlik. Chunki namozning mazmuni o'zgarib ketganlik. Namazning mazmunini tushunish uchun Payg'ambar alayhisolamning tarjimasiga qarab baqsaq bo'ladi. Payg'ambar alayhisolam namozni tarjima qilgan nima dedi? As-salatni tarjima qilib, as-salatu imaduddin. Namoz dinning turki dedi. Namoz dinning turki bo'lsa, turk degan nima? Turk degan o'yni ko'tarib turadigan, foundation'ga binoni ko'tarib turadigan, o'yni ko'tarib turadigan turkni salat deydi arabchada. Payg'ambar alayhisolam shunday tarjima qilgan. Lug'atga qaragan vaqtimizda insonni ko'tarib turadigan, aqlimizga umurtqa bor, umurtqa. Shu umurtqani salat deydi lug'atda. Payg'ambar alayhisolam nima bu namozni dinning turki deydi desa qarindoshlar. Namoz o'qigan insonlar dinga turki bo'lgan insonlar. Ya'ni namoz o'qigan bir odam men bu sabtda bo'lmasam, men bu dinning turki bo'lgandikin bu din yiqiladi deb o'ylaydigan holatda o'zini mas'uliyatchan his qiladigan inson degan gap. Namoz o'qigan inson men dinning turki bo'lganligim uchun men bu dinning eg'irini ko'taradigan odam. Shuning uchun bu dinning har qanday emr farmoni bo'lsa, men ko'tarishga hozir bir jangchi degan gap. Namoz qilgan odam biz namoz o'qidi deymiz-ku. Shu namoz o'qigan, namoz qilgan odamlar kim? İslamiyetning har qanday emr farmoni bo'lsa, buyrug'i bo'lsa, ijro qilishga menba. Buni ijro qilish orqali mush dinni men tutib turadigan askarning birsi deydigan mas'uliyat yetishgan askar deydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolam namoz dinning turki. Endi biz namoz o'qiydigan turg'uliq. Kunda 5 vaqt namozni o'qiymiz. Ammo hech qanday vazifamiz yo'q. Endi biz Sharqiy Turkiston xalq sifatida davlatimiz qo'limizda yo'q. Vatanni Xitoy tajovuzchilari besib oldi. Shu vatan mustamlikaga tushib qolganlik tufaylidan mush beshimizga kelgan butun xo'rliq, irqiy qirg'inchilik, zulmning hammasi vatanning mustamlikaga bo'lib qolishining sababi shu. Mushundaq bir ahvoldagi namoz o'qiydigan bir odam shu vatanning mustamlikadan qutulish harakatiga qatilmagan bo'lsa, qandaq dinning turki degan bo'ladi. Namoz o'qigan insonlar
mustaqillik yo'lida hech qanday vazifa olmagan bo'lsa, mustaqillik harakatlariga qatnashmagan bo'lsa, bu namoz o'qigan insonlarni qandoqlab dinning turiki degan bo'ladi. Yana birisi qarindoshlar Payg'ambar alayhisalom namoz haqida nima dedi? Namoz mu'minning miroji dedi. Bu Payg'ambar alayhisalomning tarjimasi. Mi'rajul muslim, musulmonning miroji dedi. Endi mirojni tushunish uchun Payg'ambar alayhisalom mirojga chiqqan. Payg'ambar alayhisalom Mekkada ashunchalar xizmat qildi o'zining millatini islomiyatga ekilish uchun. Janini fido qildigan darajada kechasini, kunduzini bir-biriga qatib, o'z xalqiga, o'zining atrofidagi insonlarga, tuqqanlarga shunchalar xizmat qildi. Xizmat qilganda payg'ambar bo'lmagan vaqtida payg'ambar alayhisalomni hurmatlaydigan do'stlari, atrofidagi tuqqanlari, tunish bilishlari hammasi payg'ambar alayhisalomga qarshi chiqdi. Qarshi chiqqandan keyin payg'ambar alayhisalom butun ixlosi bilan xizmat qilyotsa, o'z xalqi tarafidan qarshi ilinmagandan keyin payg'ambar alayhisalomning ruhina ig'ir zarbi edi. Zarbi yegandan keyin payg'ambar alayhisalom Allohning do'sti bo'lg'achqa, Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni mirojga olib chiqish uchun birinchi qadamda Masjidil Haramdan Masjidil Aqsoga apadi. Uyaga apirib payg'ambar alayhisalomni imom qilib, butun payg'ambarlarni orqasiga tizib, Rasulullohni imom qilib namoz qildirib qo'yib, andan keyin osmonga olib mangdi. Bu nima degan gap? Ya Muhammad, sening ma normal millating seni qabul qilmagan bo'lsa, seni rahbarimiz deb bilmagan bo'lsa, hali butun payg'ambarlar seni rahbarimiz deb e'tirof qildi, sen imom bo'lding ularga. Sen butun payg'ambarlarning rahbari shu yetidisan. Buningdan boshqa yana seni men o'z dargohimga olib chiqib, sana jannatni, jahannamni ko'rsataman deb Sidratul Muntahagacha Jibril alayhisalom bilib bordi. Uningdan keyin payg'ambar alayhisalom o'z boshiga oxiratni sayohat qildi. Sayohat qilib kelib, anondan keyin bu namozni bizga 5 vaqt namozni hadiya qilib payg'ambar alayhisalom keldi. Unda bo'lganda namoz mu'minning miroji degan gap nima degan gap? Siz bizga o'xshash mu'minlar qarindoshlar, beshimizga musibat kelgan, hech qanday bir millatdan, hech qanday bir jamoatdan yordam ololmay, mushundaq xo'rlik ishida, irqiy qirg'inchilik ishida xorlanayotgan insonlar nim bo'lishimiz lozim? Mirojga chiqib Allohning oldida, shu namoz qilgan vaqtimiz shu namoz qilgan vaqtida payg'ambar alayhisalom qanday kuchlanib kelgan bo'lsa mirojdan, ruhi yangilanib kelgan bo'lsa, biz bu namozda ruhimiz yangilanib kuchliq bo'ladigan bo'lsa, bu namoz namozlik rolini joriy qildiradigan bo'ladi. Biz namoz o'qib turib, 5 vaqt Allohning dargohiga berib turib, anondan keyin bizga hech kim yordam qilmasa, u yordam qilmasa, bu yordam qilmasa deb ruhimiz sunuq holatda, voy biz bir ish qilsaqmi, nima qila olaydi, qo'limizdan nima ish keladi deb namozni o'qib turib, naumid yashagan bo'lsak, bu namoz bizni mirojga olib chiqarmagan bo'ladi. Bu namoz orqali biz Alloh bilan aloqalashamagan bo'lamiz. Alloh bilan aloqalashanmagandan keyin Allohdan energiya olamagan bo'lamiz, energiya olamagan bo'lamiz. Allohdan energiya olamagandan keyin qanday bo'ladi? Namozning oldidagi holimiz bilan namozning keyingi holimiz o'xshash turaveradigan gap. Namozning oldida bir kimdan tilishdi, haqoratlandiq, sening qulog'ingdan nima keldi deb o'yla, o'chi deb haqorat qildi. Ruhimiz sundi. Namozga chiqgan vaqtimizda Alloh shunday deyishimiz lozim. Ey Alloh, bu dunyoda beshimizga mav kunlar keldi. Mening qon qarindoshlarim, jon qarindoshlarim, mening din qarindoshlarim menga yordam qilmadi. Xo'rliqda yashayotimiz millat sifatida. Men sendek bir olamni yaratgan, bütün kainotdagi kuchni yaratgan sendek bir kuch manbasini bilaman. Men bilgachga men noumid bo'lmayman. Shuning uchun sen men uchun, sen men uchun yetsan ey Allohim. Bu yo'lda xizmat qilish uchun, bu yo'limda to'xtab qolmay davom qilishim uchun,
ta o'ladigan vaqtgacha vazifamni ado qilish uchun mening energiya manbaim sensin Alloh. Menga energiya va ruhiy madad ber. Menga hidoyat ber. Qo'limni tut, to'g'ri yo'lga başla meni. To'g'ri yo'ldan arma Allohim. İnsanların hakaretini de, insanların tehdidini de, insanların naümitlik düşürdüğün hakaretlerini de bu yoldan tosilab kalmay Allah'ım de Allah'a namazda dua kılıp kaysak. Gerçi vücudumuz vicik olsun mu? Seviyemiz tüven olsun mu? Allah bizge şunda bir izzet duygusu biridu ki üzümüzge işengen halda men doğru yolda men Allah'ın yolunda men bu yolda ölsem Allah yolunda ölgen bulumen. Mening beşimge bu yolda bir narsa kelsa Allah yolunda beşimge bir şey bir narsa kelgen buludu. Bütün musibet Allah yolunda kelgen buludu deb Allah'a yalvarıp Allah'a tayinip namazımız tüge vaqtida bizge şundaq energiya keladi. Kuch keladi. Bu kuch, bu salat bizge mana bu dunyoda eng asqatadigan vositalarning birisi. Shuning uchun Alloh va salah deydi. Yordam talab qilinglarning ikkinchisi salah bilan yordam talab qilinglar deydi. Shuning uchun qarindoshlar, oxirisi nima deydi bu oyatning oxirida? Innalloha ma'as sabirin. Alloh chidamchanlar bilan birga, chidaganlar bilan birga. Chunki bu dunyo chidaganga chiqarilgan dunyo ya. Shuning uchun Allah chidaganlar bilan birga, chidamchanlar bilan birga. Chidamaslar bilan birga emas. Sabrsiz, kichikina ig'irlikni ko'z tashlab qochadigan, ko'zi kichik, sabrsizlar bilan Allah birga bo'lmaydi deydi. Xitoyning kuchini ko'rib, Allohning kuchini unutadigan, Xitoyning hilmi-kirisini ko'rib, Allohning qudratini bilmaydigan, mandaq insonlar bilan Allah birga bo'lmaydi. Chunki bu dunyo sınaq meydani bo'lg'achqa qarindoshlar, biz odam bolasi sifatida, inson sifatida bu bizga berilgan umr ichida bu sınaqdan o'tishga majbur. O'tolmay qolsak, Allah bo'pti qilib etmaydi. Keyingi sınaq texmi og'ir bo'ladi, keyingi sınaq texmi og'ir bo'ladi. O'zimizning ahvoliga qarab boqaylik. Shu ishg'oliyatga tushgan shu vaqtlarda bizning millatimiz jon va mil bilan kuchgan bo'lsa, Xitoy bizning vatanga umuyib qaramaydi. Ashundaq darajada ojizdi Xitoymi? Ash ojiz Xitoy bizni besib oldi. Nima uchun? Salah ibodatini ado qilolmaganligimiz uchun. U odamda shu insonlar imtihondan o'tamagandan keyin nima bo'ldi? Keyingi musibatlar eg'irlab mangdi. Bizning ota-onamizning beshiga kelgan musibatlar bor. Bizning ota-onamizning beshiga kelgan musibatlarni endi bizning beshimizga kelgan bilan solishtirgan vaqtda texmi eg'irlab, bizning musibatimiz texmi eg'ir. Agar biz hozirgi insonlar bu imtihondan o'tamasak, bizning avlodimizga keladigan musibat texmi eg'ir bo'ladi. Buning oxiri nega berib to'xtaydi bilamsizlar? Allah bu imtihondan o'tamagan insonlarni itoatsizlikdan, Allohga itoat qilmay, Allohning rasuliga itoat qilmay hayotini o'tkazib o'tgan insonlarning natijasi nima bo'ladi? Halokat. Qur'on tafsiri ko'ra istisol deyiladi. Istisol degan butunlay ko'kini quritib o'tish azobi. İmtihandan o'tmasak, bizmi o'tamasak, bizning avlodimiz shunda o'tamay ketaversa, ko'kidan qurib ketish holati keladi. Qur'onning nurg'iyadi deydi. Bizning payg'ambarlarimizni takzib qilgan, inkor qilgan insonlarning oqibatiga qaramadingmi? Ularni biz halok qildik. Shunchalar taraqqiy qilgan insonlarni har saroylarni sog'an, sildimi nüfus sildimi qo'ygan, qurol yaroq jihat sildimi kuch qo'ygan millatni halok qildik. Chunki ular Allohga va Allohning rasuliga takzib qildi, inkor qildi deydigan oyat bekchiq. Bu Allohning qonuniyati. Mush dunyoda qarindoshlar, masalan bir universitetiga boradigan bir imtihon deyli. Shu imtihonga birinchi qatim o'tolmadi.
Ha bo'pti uytenmepti mavi deb merhamet qilib o'tkazib g'ash bo'lmaydi. Ikkinchi qatim kirasan deydi. İkinci qatimmi uytenmese texmi ko'zdan tushadi. Yana o'tkazmaydi bu bo'lmaydigan odam ekan-da. Üçüncü qatim chiqa vaqtimizda texmi uytenmesek, texmi ko'zdan tushamiz. Shunga o'xshagan qarindoshlar. Bu dunyodagi bizning imtihon zamonimiz, mush dunyoda hayot, nafas elayotgan vaqtlarimiz. Mushu dunyo hayotida biz imtihonni o'tab ketishimiz lozim. İmtihon nima edi? Bizning hayotimizga imtihon Allohga iymon etib, shu iymon bergan kuch bilan salatni ado qilamiz. Dinning turiki, dinning turik bo'lish vazifasini, dinning nima emr farmoni bo'lsa, qilaman deydigan mush vazifani ado qilamiz. Bu vazifani ado qiladigan vaqtimizda dunyolik ishimizmi bitadi, oxiratlik ishimizmi bitadi. Nafsimizni yenggan bo'lamiz, shaytonni yenggan bo'lamiz, anandaki Xitoy tajovuzchilarini yenggan bo'lamiz. Anandaki yuzimiz oq insonlarning yuziga iftixor bilan qaraya oladigan bo'lamiz qarindoshlar. Bo'lmasa yuzimiz tuvan, sen nereden desa hozir yutimizni deyishdan tatindigan holga kelib qoldik. Chunki necha qatim degan vaqtimizda ayol kishilar hozirgacha nima ish qilgandinglar deb so'rab yuragimizni ezib yetdilar. Shuning uchun qarindoshlar o'yg'onaylik. Bizning rahbarimiz va qo'limizda mavu Allohning kalomi mavu. Ma Qur'oni Karim ma koinot yaratgan kuchning kalomi. Shu koinot yaratgan Allah, koinotni yaratgan Allah sana men yordam qilaman, mush kitobga ergashsang deglik qarindoshlar. Qo'limizda mushundaq kitob turg'uliq, ya'ni imtihonni o'tamasak, oqibatimiz bek xatarli bo'ladi. Bek xatarli bo'ladi. Shuning uchun mush ulug' ro'za Ramazonda Qur'onga silaylik, Qur'onni tushunishga tirishaylik qarindoshlar. Bu dunyoda bu Sharqiy Turkistonning mustaqillik harakatiga qatnashsaqmi o'ylab ketamiz, qatnashmasaqmi o'ylab ketamiz. Zat qatnashadigan hozir yugurib berib bilan bir yerdan tag'in talqin qilayotgan bir nimamizmi yo'q zat hozir. Faqatlam niyat jihatdan, ey Alloh men ma yo'lga atlandim deb niyatimizni bir atlanaylik. Qalbimizda bir ittifoq bo'laylik, bir arıga kelaylik, ittifoq bo'lib, ey Alloh men sening bandam, biz mana bir arıga keldik deb jamoatchi bir duo qilib baqaylik Allohga. Allah duayimizni ijobat qilgan vaqtida qarindoshlar, butun Sharqiy Turkistonning xalqining qalbi uyg'onadi, vijdoni tiriladi, iymoni tiriladi. Mushu dunyoda har qanday odam qilgan ishni bizmi qila olamiz, chunki bizmi inson, bizmi shu Odam alayhissalomning bolasi. Shuning uchun umidsiz bo'lmaylik qarindoshlar, vazifamizga qaytib kelaylik. Vazifa olaylik, vazifamizni qilaylik. Ömrümüz bu vaqt qilib olaylik. Bugun mushunchalik bo'lsin qarindoshlar. Alloh hammamizni Qur'onga ergashgan, Qur'on rahbari degan, Payg'ambar alayhisalomning rahbari deb ergashgan Payg'ambar alayhisalomning munavvar ummatlaridan qilib etsin. İmanimizni mukammal qilsin, imonimizni kuchlantirib bersin, vijdonimizni uyg'otsin, aqlimizga kuch-quvvat bersin, aqlimizga nur bersin. Yo'g'on strategiyalarni qurib muvaffaqiyat qozonadigan yaxshi mu'minlardan qilib etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin.